Assalomu alaykum akalar, aziz obunachilar. Bugun Samarqandda, Bulung'ur tumanida kantilli mahsulotlarni ularning orasini bir o'yinga qo'ydik. To'rga profil ishlatdik, tepasiga ham pastiga ham to'rga profil ishlatdik. Zigzaglarning oralarini 90 santimetrdan kicaytirib bordik. Firma kichaygan sari orasini bir o'yinga qo'ygan bo'lsak, sentrni balandligini 280 ga qo'ydik. 12 ga 280 sentrni balandligi. Tepadagi rekalarning orasi 60 santimetrdan narxiga keladigan bo'lsak, bunagasini yopirishiga 200 ming so'mdan aylanyapti. O'zbekiston bo'ylab bu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan, bemalol bugun qilishlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab bu ishimiz yo'lga qo'yilgan. Bespasli ustalardan kimga qimmat bo'lishi mumkin, arzon bo'lishi mumkin, lekin ishimizga sifatli javob beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bu tarafi o'rtasini balandligi 1.70 bo'lgan, bu tarafga 1.70 ga 7.35 santimetr bo'lgan endi. Mana bu tarafiga kelsak, 12.40 santimetrga o'rtasini sentrni balandligini 2.80 qilganmiz, adashmasam 2.80. Ikkita figura chiqardik derazalar tepasiga. Bo'lsa yopishga tayyor. Prantollarni birinchi yopib oldik. Konteynerdan bo'lgan firmaga keyin shunday qiyinligi uchun, masofa balandligi uchun birinchi yopib oldik. Endi narigi obyektimizga bolalar ishlayapti. Xudo xolasa ham 1-2 kunda bitib qoladi degan umiddamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab bu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan.